Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Ushbu sondagi videoroligimiz buyuk ajdodimiz Sohibqiron Amir Temurning davomchilari bo'lmish farzandlariga bag'ishlanadi. Unday bo'lsa, video boshlanishidan oldin videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Jahongir Mirzo. Jahongir Mirzo Amir Temurning to'ng'ich o'g'li bo'lgan. 1155-yil Sohibqiron Amir Temur Amir Qozog'onning nabirasi, ya'ni Amir Husaynning singlisi O'ljoy Turkon og'aga uylanadi. 1156-yilning yozida ularning nikohidan Jahongir Mirzo tug'iladi. O'ljoy Turkon og'a 1366-yilning oxirlarida vafot etadi. Sohibqironning bu xotinidan Jahongir Mirzodan tashqari qizi Sultonbaxt begim ham bor edi. Mavronnahrni birlashtirish uchun bo'lgan kurashlarda Jahongir Mirzo otasiga faol yordam bergan. 1374-yilning iyunida Xorazm hokimi Yusuf Sufiyning qizi Sevin bekaga uylangan. Shuningdek, Sevin bekani ko'proq Xonzoda nomi bilan ham chaqirishgan. Amir Temur Mo'g'ulistonda yurish chog'ida suyukli o'g'li Jahongir Mirzo og'ir betob bo'lib qolganidan xabar topib, darhol ortga qaytadi. Jahongir Mirzo 1376-yilning o'rtalarida 20 yoshida vafot etadi. Uni Shahrisabzga dafn etishdi. Undan 2 farzand, Xonzodadan tug'ilgan 11 oylik Muhammad Sulton va otasining o'limidan 40 kun keyin Ilyos Yasavuriyning qizi Baxt Mulk og'adan tug'ilgan Pir Muhammad qolgan. Umarshayx Mirzo. Umarshayx Mirzo Temuriy shahzoda hisoblanadi. Amir Temurning ikkinchi o'g'li bo'lib, onasi Tuulon og'a. Yoshligidan mohir chavandoz va mard jangchi bo'lib yetishgan. Keyinchalik ko'p janglarda ko'rsatgan jasurligi va qahramonligi evaziga Bahodir unvoniga sazovor bo'lgan. 1370-yili Amir Temurning Husayn ibn Musallab bilan bo'lgan jangida Umarshayx Mirzo Balx qalasini qamal qilish chog'ida mardonavor kurashgan, lekin jang oxirida oyog'idan yaralangan. U Mo'g'ullarga qarshi olib borilgan ko'pgina janglarda faol qatnashib, Sohibqiron qo'shinidagi iste'dodli sarkardalar qatoridan o'rin olgan. 1393-yil Amir Temur Umarshayxni Fors viloyatini zabt etish uchun mas'ul etib tayinlaydi. Umarshayx Mirzo Istaxr, Farak, Shahriyor va boshqa qal'alarni egallab, navbatdagi Sarjon qal'asini egallash uchun uni qamal qiladi. Ayni chog'da Amir Temur Misr va Shomni qo'lga kiritish uchun Diyorbakr tomonga qo'shin tortadi. Shu bois Sohibqiron Amir Temur Umarshayxni o'z huzuriga yetib kelishini buyuradi. Umarshayx Mirzo Sarjon qal'asini qamal qilish amaliyotini Amir Idiku Barlosga topshirib, o'zi Sherozga yo'l oladi. Bu yerda Umarshayx Mirzo ishonchli amiri Sevinchakni Forsni zabt etish ishiga mutasaddi qilib, o'zi esa otasining qoshiga yo'l oladi. Umarshayx Mirzo safar paytida Bag'dod yo'li bilan yurib, Bag'doddan 4 manzil masofadagi Kurdistondan o'tib borayotganida yo'l chekkasidagi Harmatu qal'asiga duch keladi. Umarshayx ushbu qal'ani yaxshiroq tomosha qilish maqsadida bir tepalikka chiqadi. Shu payt qal'a ichidan otilgan nogahoniy kamon o'qi uning qulog'i ostidagi ko'k tomiriga tegadi. Umarshayx Mirzo shu zahoti olamdan ko'z yumadi. Uning qo'shini Hormatuni yer bilan yakson qiladi. Ushbu voqeadan xabar topgan Amir Temur esa qattiq iztirobga tushadi. U Amir Uchqaro Bahodirni o'g'lining jasadini Sherozga olib kelish uchun Hormatu tomon jo'natadi. Umarshayxning jasadi Sherozga olib kelingach, motam tutib, Mirzoni muvaqqat dafn qilishdi. Ma'lum fursatdan so'ng esa Umarshayxning xotinlari Sevinch Qutlug' og'a begim, Beka Mulk og'a begim va Malkut og'a begimlar hamda hali voyaga yetmagan o'g'li Iskandar Mirzolar jasadni Sherozdan kechga olib ketishdi va Temuriylar xonadoni uchun maxsus barpo etilgan daxmaga dafn etishadi. Umarshayxning vafotidan so'ng Amir Temur Fors mamlakati yerlarini boshqarishni uning to'ng'ich o'g'li Pir Muhammad Mirzoga topshiradi. Umarshayx Mirzodan shuningdek yana 5 o'g'il: Rustam Mirzo, Iskandar Mirzo, Ahmad Mirzo, Said Ahmad Mirzo va Boyqaro Mirzolar qolgan edi. Mironshoh Mirzo.
Mironshoh Mirzo Amir Temurning 3-o'g'li bo'lib, u 1366-yilda, ya'ni Amir Temur 30 yoshida dunyoga keladi. Onasi Minglibi og'a. Mironshoh Mirzo 1380-yilda Amir Temurning Xorasonga yurish chog'ida qatnashgan. Amir Temur Mironshohni Xorasonga hokim qilib qo'yadi. 1393-yil Eron va Iroqning hukmdori etib tayinlanadi. Temur 1397-yilda Mironshoh Mirzo bilan Ozarbayjonga yurish qilib, 1402-yilda uni egallashadi va Mironshohga topshiriladi. Mironshoh o'z poytaxtini Tabrizdan Ozarbayjonning Sultoniya shahriga ko'chiradi. 1382-yilda marhum akasi Jahongir Mirzoning katta bevasi Xonzoda begimga uylanadi. Xonzoda begim O'zbekxonning nabirasi bo'lgani uchun unga Ko'ragon unvoni beriladi. 15-asrning oxirlaridagi diplomatik yozishmalardan hozirgacha saqlanib qolgan va lotin tilida bo'lgan ikki hujjat, xususan Angliya qiroli Genrix IV bilan yozishmalari Mironshohning nomi bilan bog'liq. Keyingi paytlarda Mironshoh maishatga berilib, davlat ishlariga qaramay qo'yadi. Uzluksiz bazm va ko'ngilochar o'yinlar xazinaga sezilarli darajada zarba berardi. Buning natijasida mamlakatda tartib buziladi. Bundan xabar topgan Amir Temur esa 1399-yil Sultoniyaga kelib, Mironshohni hokimiyatdan chetlatadi. 1408-yil 21-aprelda Mironshoh Ozarbayjon hukmdori Qori Yusuf bilan bo'lgan jangda o'ldiriladi va Surxob tumaniga dafn qilinadi. Bir necha muddat o'tgach, uning xoki Shahrisabzga, Temuriylar Daxmasga, keyinchalik esa Samarqandga olib kelinib, Go'ri amirga dafn etiladi. Shohrux Mirzo. Shohrux Mirzo Amir Temurning 4-o'g'li bo'lib, u 1377-yilda tug'ilgan. Shuningdek, u Xuroson, Mozandaron, Seiston, G'arbiy Eron, Iroq, Ozarbayjon hokimi bo'lgan. U yirik davlat arbobi, mohir diplomat va shuningdek, dunyoviy ilmlarni yaxshi bilgan, zehni o'tkir, irodali, komil inson bo'lgan va shuningdek, harbiy san'atda ilmu fan namoyandalariga homiylik qilgan. Shohrux Mirzoning 6 ta o'g'li bo'lib, ular Jon O'g'lon, Ibrohim Sulton Mirzo, Muhammad Jo'ki Mirzo, Muhammad Yoriy Mirzo, Suyurg'atmish Mirzo va Mirzo Ulug'bekdir. Shohrux Mirzoning lug'aviy ma'nosi podshohning yuzi degan ma'noni anglatadi. Shohrux Mirzo 1447-yil vafot etadi. Qabri Samarqandda Temuriylar maqbarasida. Og'a begi xonim. Amir Temurning birinchi qizi. U 1359-yilda turmush og'adan tug'ilgan. Muhammad ibn Musoga uzatadilar va bu nikohdan Sulton Husayn Mirzo tug'iladi. U 1382-yilda 23 yoshda betob bo'lib, olamdan ko'z yumadi. Qabri Shahrisabzda. Sulton Baxt begim. Sulton Baxt begim Amir Temurning ikkinchi qizi bo'lib, u 1362-yilda O'ljoy Turkon og'adan tug'iladi. Sulton Baxt begimni Amir Muhammad Mirakka uzatganlar, lekin kuyov Amir Temurga qarshi isyon ko'taradi va jangda halok bo'ladi. Ikkinchi marta Sohib Qur'onning jiyani Amir Sulaymonshohga turmushga chiqadi. U 1430-yilda vafot etadi. Hurmatli va aziz obunachilar, mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Unday bo'lsa, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va omon bo'ling.